Minecraft. Hozir biz mana shunaqa uyda yasab, qo'llash mana shu uyda 3 oydirib 2 etaj, 3 etaj qilib tashlaymiz. O'zi biz hozir yechib 2 blok ekan. Mana hisoblaganda 3 blok. Sandoqdan olib, sandoqda bir kerakli narsa ekan, ikkinchi qavatga ochamiz. Ochamiz yopib, Netherstallga borishimiz kerak. Borib olganimdan keyin videoni o'qaman. Bola ovozga ahamiyat bermaysizlar. Ovozim bo'g'ilib qoldi, shuning uchun gapirolmayapman. Ovozim bas chiqyapti o'g'li. Video qo'ymayotganimga sabab men maktabga ketib qolib bo'shalmayapman. Kelsam o'zi uxlaydigan vaqtim yo'q bo'lyapti. Shuning uchun o'g'li video qo'yganim ulgurmayapman. Video qo'yaman deyman, faqat maktabdan kelib qo'yaman deb deyman. To'g'ri, keyingisini unda ham qilsa bo'lardi. Faqat Minecraft. Hozir biz mana shunaqa uyda yasab, qo'llash mana shu uyda 3 oydirib 2 etaj, 3 etaj qilib tashlaymiz. O'zi biz hozir yechib 2 blok ekan. Mana hisoblaganda 3 blok. Sandoqdan olib, sandoqda bir kerakli narsa ekan, ikkinchi qavatga ochamiz. Ochamiz yopib, Netherstallga borishimiz kerak. Borib olganimdan keyin videoni o'qaman. Biz mana bunda kerakli narsalardan oldim. Kiradigan yutib qoldim. Yancha boshqa xonamga kirib bordim, kirib chiqarganda. Bola ovozga ahamiyat bermaysizlar. Ovozim bo'g'ilib qoldi, shuning uchun gapirolmayapman. Ovozim bas chiqyapti o'g'li. Video qo'ymayotganimga sabab men maktabga ketib qolib bo'shalmayapman. Kelsam o'zi uxlaydigan vaqtim yo'q bo'lyapti. Shuning uchun o'g'li video qo'yganim ulgurmayapman.